Assalomu alaykum. Toshkent davlat tibbiyot universitetining haftalik yangiliklar dayjesti studiyada Marat Yunusov. Bugun dasturimizda Toshkent davlat tibbiyot universiteti rahbariyati Markaziy Osiyo Yevropa ittifoq universitetlari kongressida ishtirok etdi. Joriy yilning 13-14 aprel kunlari Samarqand shahrida Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi universitetlar kongressi 2026 xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Kongress doirasida universitet rahbariyati ishtirokida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy loyihalarni amalga oshirish, akademik mobillikni rivojlantirish hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, ishtirokchilar ikki tomonlama uchrashuvlar va panel sessiyalarida qatnashdilar. O'zbekiston-Xitoy hamkorligi Toshkent davlat tibbiyot universitetida Xitoy delegatsiyasi bilan muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Xitoy xalq siyosiy maslahatlashuv kengashi butun Xitoy qo'mitasi raisining o'rinbosari janob Leyung Chun-ying hamda Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi janob Yu Ziyun boshchiligidagi delegatsiya universitetimizga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida mehmonlar universitetda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng ta'lim, sog'liqni saqlash va ilmiy hamkorlik sohalarini yanada mustahkamlash va ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari yuzasidan muzokaralar olib borildi. Uchrashuv davomida tomonlar tibbiyot ta'limi, ilmiy tadqiqotlar hamda talabalar almashinuvi yo'nalishlarida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, qo'shma loyihalarni yo'lga qo'yish bo'yicha fikrlar almashdilar. Yurtimizda Janubiy Koreyaning iqtisodiy rivojlanish uchun hamkorlik jamg'armasi ishtirokida umumiy qiymati 88,8 million AQSh dollariga teng bo'lgan hududiy tibbiyot muassasalarini tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlash loyihasi amalga oshirilmoqda. Hamkorlik doirasida mamlakatimizdagi 320 ta davolash muassasasiga 35 turdagi zamonaviy tibbiy texnologiyalar yetkazib berilgan bo'lib, ularni to'g'ri o'rnatish, samarali foydalanish hamda sifatli texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarini yuqori saviyada tashkil etish ko'zda tutilgan. Kuni kecha bo'lib o'tgan tadbirda Koreya Eksport-Import bankining mamlakatimizdagi vakolatxonasi rahbari Kan Sanjin, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Farhod Toshpo'latov hamda universitet rahbariyati ishtirok etishdi. Tadbir davomida ilg'or xorijiy tajribalar, zamonaviy tibbiy uskunalarni boshqarish va servis xizmatlarini samarali yo'lga qo'yish masalalari muhokama qilindi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida oliygohlar startap generatori dasturi doirasida yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi moliyaviy texnologiyalar, raqamlashtirish va sun'iy intellekt yo'nalishi rahbari Bobur Xodjayev, Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Alisher Boboyev, banklar, vazirlik, idoralar vakillari hamda universitet rahbariyati ishtirok etishdi. Tadbir davomida talabalar startap loyihalari, innovatsion g'oyalar va ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari muhokama qilindi. Toshtech texnika universitetida muhandislik oyligi doirasida kelajak muhandislari xalqaro festivali saralash bosqichi Toshkent Tech Kubogi tadbiri tashkil etildi. Mazkur tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri Kongrabay Sharipov, oliy ta'lim muassasalari rektorlari, soha mutaxassislari hamda iqtidorli yoshlar ishtirok etdilar. Tadbirning asosiy maqsadi yosh muhandislarni qo'llab-quvvatlash, ularning innovatsion g'oyalarini rag'batlantirish, ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish hamda muhandislik sohasiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishdan iborat hisoblanadi. Tadbir doirasida Toshkent davlat tibbiyot universiteti va Toshtech texnika universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Memorandum doirasida klinik, ilmiy va ta'lim yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirish, qo'shma ilmiy tadqiqotlar olib borish, professor o'qituvchilar va talabalar almashinuvini yo'lga qo'yish hamda seminar va konferensiyalar tashkil etish belgilandi. Tomonlar nanotexnologiyalar muhandisligi sohasida innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldilar. Shuningdek, tadbir davomida yosh muhandislar ishtirokida ekologik tashabbus sifatida Eko-bog' tashkil etilib, daraxt ekish aksiyasi ham o'tkazildi. Mazkur tadbir nafaqat muhandislik sohasida yangi iste'dodlarni kashf etish, balki yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va ularni kelajakda yirik loyihalarga jalb etishda muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida hafta davomidagi so'nggi yangilik va xabarlar mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.